Xonimlar va janoblar, tarixda ilk bor o'tkazilayotgan o'yinlar musobaqasiga xush kelibsiz. Bugungi videoda biz Minecraft'dagi top 3 ta o'yinlarni sinovdan o'tkazamiz. G'olib esa Minecraft'ning super kubigini qo'lga kiritadi. Bu qaysi omadli o'yin bo'ladi? Video davomida bunga oydinlik kiritamiz. Marhamat qilib hakamlarimizni tanishtirib o'tsam. Hakamlarimiz Hayter va Present MC. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men sharh qiluvchi Present MC va hamkasbimiz Hayter. Rahmat Present MC, sizlar bilan men Hayter va bugungi videomizda qaysi bir o'yin eng kuchli ekanligini bilib olamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Yo, qandaysiz bratishka Steve? Siz bugungi Hypixel bilan bo'ladigan jangga tayyormisiz? Nima? Hypixel menga qarshimi? Kulgutma, normalniroq yo'qmi? Bu o'yin juda ham zo'r bo'ladiganga o'xshaydi bolalar. Yo, to'xtang, haligacha aytmadingiz. Mayli, davom etamiz. Bolalar, sizlar uchun bonus biza GTA bilan Mafiyani solishtirib ko'ramiz, to'g'rimi GTA? Men bilmayman, ammo so'rang. Salom, Mafiyaga qarshi o'yinga tayyormisiz? Nima? O'sha mafiyanga ham senga ham javob, tushundingmi? Endi esa musobaqani boshlasak. Ha, to'g'ri aytdingiz Hayter. Doimgidek o'sha tortishuvimiz eshingizdami? Minecraft eng birinchi qo'shilgan open world o'yinlardan biri va umuman detski emas. Shuning uchun eng mashhur o'yinlardan biri hisoblanadi. Bu gaplarni eshitib Minecraft o'ynaydiganlar ancha zavqlanishgandir. Ha, to'g'ri aytasiz Hayter, lekin menimcha ularni quvonchi uzoqqa yetmaydi shekilli. Endi esa o'z raqobatchilarimizni tanishtirib o'tsak, bular Haytel va Minecraft. Birinchi sinov o'yindagi kamchiliklar. Men Minecraftni 3 yildan beri o'ynashimdan qat'iy nazar, Minecraftda juda ko'p cheaterlar, juda ham ko'p. Albatta bu serverlarda. Haytelga keladigan bo'lsak, men cheaterni bitta ham topa olmadim. Albatta, kreativ rejimida yaxshi o'ynamadim deya olmayman. Mayli. Afsuski, Minecraft boshlanishida yaxshi natija ko'rsata olmaydi. Nima ham dermiz, keyingi safar bo'lib qolar. Ikkinchi sinov optimizatsiya. Nima jin ursin bolalar, buni qaranglar. Minecraft 60 FPS ko'rsatyapti plus modlar bilan. Haytel bo'lsa zo'rg'a 42 FPS ko'rsatyapti. Menimcha Minecraft uchun eng zo'r fishka bo'ladi menimcha. Chunki optimizatsiyasi tan olaman ancha kuchliroq Minecraftniki. Jumovoy, to'xta, seni yordaming kerak. Barchasi zamonaviy bolalardek bo'lish kerak, tushundingmi? Qarochi, agarda sizlar uchun ham ajoyib va qiziqarli modlar kerak bo'lsa, tezroq meni Telegram kanalimga o'tib olinglar. U yerda sizlar ajoyib modlarni topishinglar mumkin. Hammasi tekin. Davay, o'tib olinglar. Men kutganimdek natija qayd etildi. Minecraft comeback'ga erishdi. Ko'ramiz, Haytel o'tib keta olarmikan? 3-bosqich, ichki dunyo. Ha, to'g'ri, biz hozir Minecraft va Hayteldagi barcha narsalarni solishtirib ko'ramiz. Ichki dunyodan albatta. Xo'p, Minecraftda daraxtni oddiy usulda chopasiz. Haytelda bo'lsa, chopaverasiz va oxir oqibat daraxt tushadi. Menimcha Haytel yaxshi natija ko'rsatyapti. Minecraftda shunday qilib o't ochishingiz mumkin. Haytelda keladigan bo'lsak, hop, Haytelda ko'ramiz. Haytel. Yo. Ajoyib. Haytel ham ajoyib yaxshi natija ko'rsatyapti. Minecraftda skelet o'rganib ko'ramiz. Skelet o'ldiramiz, o'ldirdi. Haytelda keladigan bo'lsak, Haytelda skeletlar ancha aqlliroq. Menimcha unday emas to'g'risi. Xo'sh, Minecraftda ko'rib ko'ramiz. Xo'p, suvga so'yinib ko'ramiz. Xo'sh. Va nice, halol. Yaxshi. Yaxshi. Minecraftda shu. Endi esa Haytelda. Hop, Haytelda ko'ramiz. Haytelda hatto jonni ham ko'rsatadi. Menimcha bu juda ham yaxshi. Lekin Haytelda suv zombisi yo'q ekan.
O Minecraftda qaroqchini o'ldirib ko'ramiz. Osh. O yaxshi. O nice. Yaxshi. O nice. Yaxshi. Yo, yaxshi. O Minecraft o'ldi. Endi haytilda o'ldirib ko'ramiz. Sho haytilda hattoki qurol qilsa ham bo'ladi. Menimcha bu safar haytilda omad keldi menimcha. Ha, ko'p tomonlama haytil menimcha ichki dunyo taraflama ancha ustunroq. Xo'sh, endi esa yakuniy natijalarni ko'rib chiqsak. Men bunday deb o'ylamagandim. Ha, to'g'ri aytding prezident. Afsuski, natijalarga ko'ra Minecraft 2-o'rinni olyapti. Haytil bo'lsa 1-o'rinda oldi. Nima ham dermiz? Ha, o'ylaymanki, muxlislar bunga rozi bo'lishmaydi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqa esa haqiqatdan ham dahshatli bo'ldi va shu bilan kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimdek men Kamina Prezident MC va hamkasbim Hayter bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling do'stlar. Bu yerda har doim haqiqat gapiriladi.